Assalomu alaykum. Men video qilishimdan maqsad Sabrina buni so'ramoqchiman. Borgan o'sha больницаga borgan birinchi kundan uzr so'rash boshlaganman. Hozirgacha ham so'rayman. Hamma oldida yana bir uzr so'ramoqchiman. Men juda ham shokda edim. Stressga tushib qoldim. Juda ham qattiq. Ham onam operatsiya bo'lganlar. Ularga qarashim kerak edi. O'shaning uchun shu kungacha video qilib chiqa olmadim. Men 16 yoshman. 17 ga ham to'lmaganman. Lekin men yosh bo'lishimga qaramasdan hech kim ayab o'tirmadi. Katta bo'lsa ham. Lekin shunda ham boshqalarning xatosini men aytmasligimni so'rashdi. Shunda ham Allohning sinovi bilan rolga men to'g'ri kelib qoldim. Shu men javob chiqib qo'ydi Allohim. Va qonun oldida men javob berishdan qochmadim va qonun doirasida javob berishga ham tayyorman.